boshqa qilib chidadik-ku degan narsa bor. Baribir o'sha xafachiligimiz bor. Bunda bir oksidatiivni modda ajraladi. Bu baxt gormonida. Bu gormon mana shunda ajraladi. Bu qachon ajraladi? Yaqin terizda ishlasangiz, onangizga ishlasangiz, farzandingiz ishlasangiz bu baxt gormoni ajraladi. O'shanda siz hammasini sindirib tashlashsiz. Bolani ishonchini sindirib tashlashsiz. Shuni turib bera olsangiz, mana shu bola 3 yoshli, 5 yoshli bola, o 5 yoshli bola sizdan hech narsani beradi.